14-yanvar Vatan himoyachilari kuni deb belgilandi. Vatanni himoya qilish, uni ko'z qorachig'dek asrab-avaylash yurtining har bir farzandi vazifasidir. Vatan himoyachilari kunini nafaqat harbiy xizmatchilar, balki ayni vaqtda armiya saflarida o'z burchini o'tab qaytgan vatandoshlarimiz va ertaga xizmatga boradigan ming-minglab navqiron yigitlarning bayrami deb qabul qilingan. Ushbu bayram munosabati bilan har yili tantanali tadbirlar o'tkaziladi. Ona yurtimiz har doim o'zining mard, jasur yigitlari bilan faxrlanib kelgan. Yigitlarimiz ota-ona va oilasini o'zi yashayotgan yurt tuprog'ini muqaddas bilib, vatan himoyasi uchun doimo shay turishni burch deb hisoblagan. Ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.